Tomas More 1478-yilda tug'ilgan. Gumanist, huquqshunos, faylasuf va shu bilan birga davlat arbobi sifatida xalqqa tanilgan inson. U qirol Genrix VIII maslahatchisi, Angliya lord kansleri sifatida ishlagan. Katolik cherkovi e'tiqodiga sodiq, qirol siyosatiga keyinchalik qarshi chiqqan shaxs edi. U 1535-yilda qatl etilgan. Uning eng mashhur asari Utopiya asari hisoblanadi. Utopiya asarining asosiy g'oyasi esa ideal jamiyat tuzish edi. Bu ideal jamiyatda esa ish vaqti kam, mehnat esa insonning qiziqishlariga bog'langan. Mehnat taqsimoti, ya'ni ish esa majburiy edi. Ta'lim sohasida esa ta'lim ham majburiy hamda insonlarning bo'sh vaqtini unumli o'tkazishdan iborat edi. Ya'ni universal bilim berish. Utopiya asarida xususiy mulk rad etilgan, uning o'rniga esa umumiy mulk joriy etilgan. Umumiy mulk esa bu jamiyat mulki hisoblanadi. Utopiya asarida davlat xalq ehtiyojlarini qondiruvchi omil sifatida keltirilgan. Utopiya asari keyinchalik yaratilgan sotsialistik va kommunistik g'oyalarga poydevor desak ham bo'ladi. Utopiya asarida esa ayni o'sha paytdagi ijtimoiy muammolar keltirilgan.